Qo'l-oyog'ingiz uvishadi. Boshingiz go'yoki o'zingizniki emas. Davolanasiz. Natija siz kutgandek emas. Bu ko'pincha asab sistemasining izdan chiqishi bilan, qon aylanishining buzilishi bilan bog'liq bo'ladi. Eng xavflisi shundaki, bu jarayon asta-sekin o'zgaradi, kuchaya boradi. Avvaliga qo'l-oyoqlar uvishadi. Undan keyin bosh aylanishi qo'shiladi. Asablarning sezgirligi pasayadi. Mushaklar kuchsizlanadi, zaif holatga keladi. Doimiy charchoq paydo bo'ladi. Qon aylanishi buziladi. Bu nevropatiyaga, qon tomirlarining jiddiy muammolariga, autoimmun kasalliklarga, hattoki ikkinchi tur qandli diabetgacha borishi mumkin. Agar sizda bunday holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bunga siz aslo befarq bo'lmang. Tanangizda nima bo'layotganligini, asl sababini bilishni, ularni ekspert nazoratida bartaraf etishni istasangiz, murojaat qiling. Murojaat uchun zarur havolalar profil shapkasida. Sog'liq haqida yana ko'proq bilishni istasangiz, meni Telegram kanalimga o'ting.